Assalomu alaykum hurmatli mekendoshlar, tug'anlar. Sizlarga baya meni O'zbekistondan kelgan bir atim bor. Assalomu alaykum. Rahmatulloh aka, qandaysiz? Assalomu alaykum. Charchadim. Danli moment Qarasuvda yuribmiz. Qarasuv madaniyat, eski madaniyatdamiz. No ishlarni polni o'zingiz bajardingiz, ha? Ushul uyni ikki cho'ng varata. Hozir ikkita varata, bitta kalitkasi. Aha. Ponni naveslarini rishotga ponni 4 dona arkalarigacha bitirib. Materiali qanday o'tadi, birat? Xudo xolasa endi hozir materiallarini Qirg'izistonda o'zidan o'tasizmi? yo'q, Namangandan kargo qilib olib keldik. Bu bor joyi O'zbekiston производства. Hozir ustimda turgan. Bu tevadagi naves baklashga yopiladigan materiallarimiz shu yerda olingan. Mehnatiga biz o'zimiz pul oldik. Darvoza kargo bo'lib keldi Namangan. Darvoza. Bular ushul o'zingiznikidan. Shu yerda. Bu Qirg'izistondan material olib bersa jasab beraverasiz. Albatta, mehnat haqiga qarab. Mehnat, bu yerga, mehnatini to'lanayotgan. Darvozalar o'zi darvoza jasaydi bu birat. Shunday. Darvoza bo'yicha men atayin Qirg'izistonda yumushini ko'rgazayın, bilmaganlar ham Qirg'izistonga yetib kelmaydi deb har qanday o'y bo'lsin do'stlar. No darvoza Namangan darvozasi. O'shol bo'yicha aytib bering, qanday jasaldi bu? Qanaqa darvoza bu? O'sh Respublika Qirg'iziston Qarasuv madaniyat, eski madaniyatga o'rnadi. Bu darvozamiz ponni qalin materialli shumkada bo'lgan. Tanishtirib o'tamiz. Oldi ham, orqa ham bir xil. Mana shu ko'rinish, orqasi ham xuddi shunday ko'rinishda bo'lgan. Двухсторонний. Двухсторонний. Bronirованный deydimi? Buni bronirованный. Bu bayaqinday naзванияsi qanday? Ati qanday buni? Bu darvozani stildi. Darvozaning nomi modeli. High-tech stil deydi. 3 qavatlik 1.8 listan bo'lgan. No ruchkalari полностью нержавейка ekan, ha? Mashallah. Bu jag'ina da nержавейка ekan. Tak. Endi darvozani tanishtirib o'tsak aka, yondonlari 10 profil, 3 stenka, tagi shviller. To'qima profillari 6 ga 4, 1.8 stenkali profil bo'lgan. Ichlardagi lislari 1.8 lis, 3 qavatli. Полностью 1.8 da jasadingizmi? Da, 1.8 lis. Shumkasi bor. Shumkasi bor, 3 qavatli. Shumkasi bor ekan do'stlar. Endi ortidan ko'rgazingmi? Orqasini ko'rsatadigan bo'lsak, zamonlarimiz zo'bir zamon. Aha. Bu полностью komplektda keladi do'stlar. Под ключ. Bismillah. Na. Darvozani ko'rgazaylik sizlarga. Bu jag'ida ele o'sha sirtmen birda ekanda. Двухсторонний do'stlar. Uyning ichidan da xuddi shunday ko'rsanglar bo'ladi. Bu cho'ng ekan, razmeri qanday razmer qo'ydingiz bu? Buni razmeri 5.35 ga 3.35 razmer. Mashallah. Отдельный kaletka. Tak, buni полностью o'zingiz jasadim dedingiz, ha? Ustini. Hammasini o'zimiz qo'llarida shogirdlar. Bu razmeri qanday bo'ldi, birat? Bu cho'ngdi. Buni razmeri 880 ga, bu tarafi 16 metr. 16 metr. 16 metr. 880 ga 16 metr. 4,5 metrga, bag'i 21 metr. 21 metr. 21 metr. 4,5 metrga. Tak, bu kichkinakay kalitkasi buldagi двухсторонний do'stlar. Tetigimday, shu birday. Tak, ikki varata o'rnatibsiz-da o'shanda, bunday cho'ng. Ha, ikki varata, buni ikkita fortishkalari bilan akamizga $5000 darvozamiz, mehnati $3000, podarka bonusiga mana shu so'rini. Podarkasi bor u. Mehnat. Mashallah, buna do'stlar, podarkasi ham bor ekan, ha. Bonuslar ichida bo'ldi. Bonuslari bor ekan. Kraskasi Devo hammasi. O'zbekistonda Devo kraskasi turganlar. Chaqqanoq darvoza ekan, berkiga qaraganda, berki cho'ng ekan, отдельный kalitkasi men. Bu bunday darvoza qana boya avtouna turavi, garaj siyaqti qo'ldansa bo'la turgan ekan do'stlar. Ustini ko'rgili, ayavay sonini jasab tur. Bu bunday naves jasatish uchun material o'z-o'zidan dela olsa bo'lar ekan-da. Bo'ladi aka. Xudo xolasa bu do'shi shu yerda ham sehochi planlarimiz bor. Inshaalloh. Inshaalloh. Xudo xolasa bo'lsa. Shunday, Qirg'izistonda уже yumushni to'liqchani olib ketayotgansizda. Albatta, bundan keyingi videolarimiz imkon darajasida kalta kontentlarni qo'yamiz. 15 sekundli akaga aytdik. Har bitta videolarimiz jonli bo'ladi bundan bu yoqqa. Bonuslaringiz bor, har bir albatta klient.
Daniyor Ekiz shu darvoza niyat qildi degan akalarimizga hijolat yo'q. 10 dona, 9 dona aniqrog'i bonusga qo'yilgan darvozalarimiz bor. 40 dollardan kvadrat metr. Mashallah. 9 dona. Agar razmerlaringga tushib qolsa, kelishib qolsak, nasib qilsa aka olib borib o'rnatib, kelish asosida o'rnatib beramiz. Mashallah. Do'stlar, mana polnustu jumishini ko'rgizdi. Narx navosiga chayin aytib chiqdi. Qancha so'm oldim bu bordiq ishga deb. Do'stlar, shunday zakaz kerak bo'lsa, men Rahmatullo akaning nomerini cho'ng qilib yozib qo'yaman. Bu Namangan shahriga borib Rahmatullo akaning sexini desangiz, luboy taniyib ko'rgizadi bu bolani. Bunday o'zi keladi. Cho'ng esi o'zi kelib, o'zi razmer olib, ustalarni o'zi kontrolyor etadi. Albatta. Sizlarda nechtaga kerak yo'q? Akalar o'zimiz borib o'lchab, xudo xolasa. Bizga vajnisi siz duoyingizni olib, borib o'rnatib, bizda masala yo'q. Xudo xolasa. Rahmatullo aka, cho'ng sizga ham rahmat. Aka, İşleringizga egilik. Qisqa videolar tashlasangiz, inshaalloh biz podpисчикlarga tezda ustanovka bo'lgan darvozalar ko'rgazib turaylik. Narxini aytib qo'ysangiz, men narxini da yozib qo'yaman. Bo'ladi aka. Ma'qul, rahmat aka, cho'ng ishingizga rahmat. Buyursin.